Qanaqa xotirlaysiz Oybek aka ota-onangizni? Hamma ham ota-onasini yaxshi holatini xotirlaydi. Otani Azim akam aytgandek, ota-ona bor paytida xayoliga kelmaydiki, otam ertaga o'tib qoladi yo onam ertaga o'tib qoladi. Shunday holat bo'ladiki, hali beri o'lmaydi deb o'ylardim deydi. Hammani xayoldan o'tadi bu narsa. Bu bor narsa bu. Shunaqa narsa ekanki, bir past ichida hal bo'lib qolar ekan inson taqdiri ham. Ana o'shandan keyin odam o'zini qarigandek his qilib qoladi. Ichidan qariydi. Qarib qolganman men bir kun ichida. O'zim bilmagan holda shunaqa bo'lgan. Shunaqa bo'ladi. O'shuning uchun endi otasi borlar, onasi borlar, uni qadriga yetish kerak. Onam ekkan gul rayhon so'lmaydi deb o'ylabman. Ota-ona hech qachon o'lmaydi deb o'ylabman.